Bunaqa ishni nasiya savdo deb qilayotganlar, ha, to'g'ri, nasiya savdo. Shunaqa ishni qilayotganlar bir musulmonni ko'rib bilib turib qarzga tiqib tashlash emasmi? Agar ona bankdan prosentga pul olsa hamchi, bank ham 13%, 15% beradi. Bularni berayotgan sistemasi bo'yicha 100% dan o'tib ketyapti. Bunaqa katta foyda qilayotganini bilganidan keyin boyaga nasiyaga sotayotgan birodar tezda o'tkazib beradi o'zining nomiga, boyaga qarzdor. Nimaga? Tezroq birovga berib yuborsin deydi. U 5 million mashinani 10,5 mingga oldi. Naryoqda uni taqayotgan haqdorga olib borib turib, qanchaga beradi uni? 3-4 ming orqasiga sotadi. Avvalgi qarziga yana yangi qarz ilindi. Qulog'i tinchish uchun shu ishni qildi. Endi mana shunaqa yo'l bilan, mana shunaqa sxema bilan mashina sotayotgan boyaga odamga, bu odam to'lamaydi-yu, 100% dan ham ko'p qo'yib yuboribsan. Undan tashqari bu olgan mashinasini to'lagani uni bir tijoratli puli yo'q. Qanaqa qilib bunga berding desa, menga nima deydi? Bu dedi uni problemasi deydi. Rozi bo'lib oldimi? Yo'q, meni ishim emas deydi. Bu ko'rib, bilib turib bir musulmonni musibatga tiqish bo'ladi. Ha, bu mashinani bunaqa yo'l bilan sotgan odam bir qaraganda yaxshi foyda qilganga o'xshayapti. Lekin rostdan foyda qildimikin? Bunaqa yo'l bilan pul topayotgan odam u pulini qayerga sarflarkin?